Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlari, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli, aziz, muhtaram muxlislari. Biz bugun 2026-yil 29-yanvar kuni qishning sovuq kunlari, ko'chada qor, ancha salqin. Chinoz baliq bozoriga keldik. Baliq xudo xolasa kirib kelish qismi mana. Bu tomondan xudo betonkani bo'y so'raganlar uchun betonka, M39 betonka yo'li Toshkentga ketadi. Toshkentga ketsa bo'ladi bu tomon. Bu tomondan akalarim Sirdaryo orqali Samarqand, Jizzax va Qoraqalpoqqa ketsa bo'ladi. Betonkani yonida mana baliq bozori joylashgan. Chinoz baliq bozori. Baliq bozori boshlanganiga 1,5 soat 1 soat bo'ldi. Har kuni abitdan keyin, peshindan keyin soat 1da 1:30 boshlanadi, soat 6-7 gacha bo'lyapti. Har kuni bozor kuni bo'lmaydi, aka degan gap yo'q. Har kuni bu aka-ukalarimiz mana shu xalq xizmatida. Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Tasolo baliq yeriga nechta? 4-5 kilo? 4-5 kilolik tasolo baliq. Sveji? Oka, narxi qanaqa bo'lyapti? 45 ming kilosi. 45 ming kilosi, xudo xohlasa 45 kilosi o'ziga qarab chiqaveradi narx, to'g'rimi? Shunaqa. Ha, maydaroq qancha aka? Mana bu maydaroq. 35 ming. Qayerga aka bular? Daryoniga. Daryondan tasolo baliq yiriklari, kattalari keldi mana. Gap bo'lar. Mana sizdan aka bu yo'q? Yo'q. Ular 4 mingdan. 4 mingdan. Bular nechi pul? Okalar mana buni qaranglar. Xudo xolasa karas baliq aka bu. Karasi вообще tirigi, zivoy kelibdi. Mana sveji kelgan baliq keldi akalar. Xudo xolasa narxi 4 ming so'mdan ekan. Mana 4 ming kilosi. Chinoz baliq bozorida karas balig'i mana bu 80 gram, 70 gram, 50 gram, 100 gram atrofida. Mana yashirin hisob qo'shing, bozorga tayyorlab qo'shgan bozorlarga. Qimirlab turibdi. Malades. Bozorlarni beraversan jiyan. Charchamanglar. Hormanglar, assalomu alaykum. Sazan baliq yo'qli-yo'q. Yo'g'li varianti, mazaq qiladi. Sovuq kunlarda rosa mazaq qiladigan baliq mana shu bo'ladi. So'shni, buni qovurishga bog'liq. Ash qo'yib, kilosi 45 ming. Necha kilo bular? 3 kilo bu. Mana sazan baliq qayerdagi baliq? Baliq. Guliston Bayovton kelishgan, sveji bugun keltirgan bular. Dumaloq yo'g'li sazanlar. Yegan odam mazza qiladi. Malades. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Savdolarni beraversa, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Tasolo balig'i. Bular 2 kilo tepa. 2,5 tepa, 3 kilo. 2,5 tepa, 3 kilo bugun keltirgan. Kam qoldi Nargiz opa? 30 mingdan beryapti. 30 ming so'm optim narxlari. Va opada mana opani o'zlari optim sotadi faqat. Malades. Mana akalar olishyapti. Qayerga olib ketasiz aka? Yeyuvchilar. Oilasidan ketyapti. Buda yeyishchi o'zining xonadoniga, oilasiga olyapti. Bolalar 30 mingdan 2 tepa balig'imiz, to'g'rimi? 2,5 tepa, 3 kilo. 3 kilo yaqin, 3 kilo atrofida 30 ming so'm. Mana shu optimlar mana shu opada bo'ladi. Birinchi qo'l o'zlari olib kelib sotadilar. Mana, aka gap bo'shiga charchamanglar. Bosinglar, like. Sog' bo'linglar, savdolarni beraversa, kuninglar xayrli bo'lsin. Yana bir bora. Gap yo'q lekin. Mana, ko'ryapsizlar baliqni. Zo'rlari shu yerda. Bugun sazan kelmadimi? Bu sazan keldi. Tugaldi. 2 tonna sazan keldi. Voy, malades. Mana qaranglar, baliqni qaranglar, va zo'rligini qarang. Aşağısı. Ey, gap bo'lsin. Gapirib oryapti. Oltin baliqmi deyman? Tilla-tillagindimi? Tilla baliq. Malades. Hurmatli obunachilar, baliq bozori kirib kelyapmiz. Baliq bozori boshlangan. Xudo xolasa, mana. Ko'ryapsiz, juda katta baliq bozorimiz. Xudo xolasa, faoliyat o'z ishini boshlagan. Assalomu alaykum, hormanglar. Tasolo baliq yeyadiganlarga tasolo udari katta partiyasi. Aka, nechta tonna? 1 tonna bormi aka? 800-700 kilo atrofida. Bu necha kilo aka bular? 8-9 kilo, 8-9 grammlik tasolo bular. Narxi qanaqa bo'lyapti? Bugungi narxi 18 ming so'm. Gap bo'shiga mana. 18 mingdan tasolo baliqlari ko'ryapsizlar, juda katta partiya kelgan. Ko'proq olsa yana kam bor, katta partiya yo'qaldagi. 17, malades. Optim narxi 17 ham bo'lishi mumkin. Sazan bormi? Faqat tasolo bugun. Sazan qolmadi. Gap yo'q aka. Charchamanglar aka. Savdolarni bersin. Yo'q sizdanmi? Ketyapti o'tamiz. Bu yoqda maydaroq narxi qanaqa narxlari? Qancha? 12 ming so'm. Bular 400-500 a? 405-600 grammlik baliqlar 12 mingda mana tasolo. Chinoz baliq bozori rekord qo'yadi bugun narxlari bo'yicha. Charchamanglar aka, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Kaspiy dengiz baliq yeyadiganlar bo'lsa, Kaspiydan kelgan mana muzlagan sveji baliq, to'g'rimi? Aka, bu necha kerak bular? Bu do'kon Shotakan do'koni. Ha, o'zlari yo'qmi? Shotakan kelmadi. O'zlari bugun dam oldi-da. Aka, narxi qanaqa bo'lyapti bugun? Narxlar.
Qancha? 58 mingdan. Ha, bular 4 kilo, 3 kilo, 2 tepa. 58 ming bugun opsiyon narx, to'g'rimi? Gap bo'lsin mana. Muzlagan baliqlar bu. Kaspiy dengizidan olib kelishgan akalar o'zlari borib. Baliqning zo'ri. Mana bu sudakmi aka? Ya o'telingiz qancha bor sudaklar aka? Bular necha kilolik? 2 kilo tepa 75 ming, to'g'rimi? 75 ming sudaklar bor, yumshoq baliq, maza qiladigan baliq. Maydasi yo'q, maydasi bor ekan hozir. 60 ming, 65 ming. Necha kilolik bular? Birdan 1,5gacha 65 ming, 75 ming, mana bu 58 ming yana. Bu vashi shirin baliq deydi buni. Yo'qsiz, Kaspiydan olib kelishgan, xudo xolasa, yegan odam maza qiladi. Oka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, baliqchibozlari, Afrika laqasini yeyman deganlar, zo'rni yeyman deganlar, chempionni yeyman deganlar, to'g'rimi aka? Bular xudo xolasa necha kilolik aka bular? Bular 2 kilodan 3 kilo. 2 kilo, 3 kilogacha hovuzga solingan, alohida bugun keltirgan aka bu hammasi. Aka narxlari qanaqa narxlari? Narxi 19 ming. Bugungi narxlar 19 ming so'mdan bo'lyapti. Xayri bor, ozgina kam bor. Kattaroqlari bor. Kattaroq mana bu yoqda, kattalar. Bu necha kilo aka? Bular 2,5 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo. Narxi Bo'lishi 20 ming. 20 ming. Aka. Agar momoda laqadan shashlik qilsa, aka, xiy qilsa, egasi ustasi bor. Tur chiqar ekan. Laqqa yeb ko'rdik bola. O'xshab aytadi-yu, laqqa bular Afrika laqasi. Lekin eng shirin baliq shu ekan, aka. Sazandan 3 turga ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda ham bo'laveradi. Chempioni. Kelsanglar, Baliq bozor qoq markazida betoga siz keladi. Dalmaro. Hurmat ekan o'zlari, mana akamning o'zlari. Shef o'zining xizmatida 24 soat 7 kun uxlamaydi akamiz. Xalq xizmatida bo'laman deb ertadan kelasiz. Xudo xohlasa, bozor har kuni abita boshlanyapti hali. Shunaqa. Abita 1da boshlanadi, peshindan boshlanadi. 6-7 gacha bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Kelib uchrashinglar akaga, baliq udarni chempion olib qo'yib maza qilib beylar xalqimizga. Aka charchamang, sog' bo'ling. Savdolarni bersa kuningiz xayr bo'lsin, sog' bo'ling aka. Omad muvaffaqiyat, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, sazan baliq deganlar, sazan qildiganlarga, sazanning zo'rlari mana qarang, chempionlari. Bular necha kilolik? 3dan tepa. Narxini olsa 70 ming. 70 ming so'm. Mana bular 2 tepa. Narxi 65 ming so'm. Молодец. Mana bu yoqda bir tepami? Qancha? 43 ming so'm. Mana. Mana maydasichi 33 ming. 33 mingdan boshlab 70 minggacha baliqlar bor. Kelib tanlab olsanglar bo'ladi, sazan baliqlari. Qayerdagi bu? Kene yog'li yoqsiz. Yoqsiz, 100 yog'iga javob berasiz. Yeyman deganlar, baliq yeyman deganlar, qiziqqanlar kelaveringlar. Baliqni udalari shu yerda. Charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bu cho'rlik ko'rsatya bu. Abdul aka, tinig'i, zo'ri necha kilolik bular? 5 tepa. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi, faqat baxshilarga bo'ladi. Aka narxi qanaqa 45 mingmi? Ko'proq olsa kami bor. Undan tashqari Beli Amurlar bor bunaqa chempionlari. Narxi qanaqa Beli Amurniki? 70 ming so'm. Bu ham arzonlar. Chunki Beli Amurlar kamdan kam bo'ladi, betoq bozorda kamdan kam bo'ladi. Mana bunda tavsiyalar baxshilarga qancha bo'lyapti bu tavsiyalar baliqlari? 28 ming 2 tepa bu. Akalar, baliqni sibej har kuni bo'ladi, baxshilarga kirganlarda qoq markazida baliq bozor qoq markaz baxshilarga do'konlar kelaverasizlar. Kapchakani boshlanish qismida. Baxshilarga charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, akalar, hormanglar, akalarni ko'ryapsizlar. Mana akalarimiz el xizmatida 24 soat uxlamaydi. 7 kun uxlamaydi. Bir oy uxlamaydi xohlasam. Sezon paytida xalq xizmatida. Tuni kun. Baliqni sazanlari shet, to'g'rimi? Toza, yog'siz varianti. Olgan odam maza qiladi. Yegan odam og'zida eriydigan baliq shu bo'ladi. To'g'rimi aka? Xudo xohlasa necha kilolik baliq aka bu? Bu 2 kilolik salkam. 2 kilolik daryonikimi, ko'llikimi? O'zimizning mesli sazanlar yeb ichishi talajoni zo'r bo'lgan. Bunaqa boqilmagan, zo'r bo'lgan. Yog'immi bo'lsa kerak aka? Narx-navoz qanaqa bo'lyapti? Bu qarang, bular 45 dan beryapti. Bo'lishi 45 mingdan bo'lishi, ha? Bularmi 36 dan beryapti. 36 dan xudo xolasa baliqlar qani siga qimroq nafas olyapti. Ha, hammasi bor. Akalar, olgan odam kam bo'lmaydi, ana. Zo'r baliq. Mabodo baliq qidasanglar, baliq zo'r qidasanglar. Mana shu akamiz ismingiz kimdir aka? Xayrullo. Xayrullo aka bilan Abdulla aka uchrasanglar, xudo baliqni zo'rni tanlab, yedirib, ichirib qo'yadi xudo xolasa. Aka,
puliga rozi qilishadi. Mana akalar yeb ko'rgan baliqni. Aka baliq olib berib keling, haqiqatan bolalar, rahmat aytasiz aka. Bolalar nomidan sizlarga alohida rahmat. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayr bo'lsin. Charchamang aka. Ketdi.